Assalomu alaykum. Tikuvchi va tikuvchilik qiziqadigan aziz insonlar. Bayu brend ostidagi tikuv mashinalari endida Andijonda o'zimsiz cheklanmagan miqdorda Bayu brend ostidagi tikuv mashinalarini eng arzon narxlarda va servis bilan birga sotib olishingiz mumkin. Men hozirgi qisqa video orqali ularni aksiya narxlari bilan tanishtirib o'tib ketaman. Bizda hozir yangi modellar kelgan va yangi ko'rinishda va qo'shimchasiga funksiyalar bilan kelgan. Do'konimiz ochilishi munosabati bilan sizlarga ajoyib aksiyani e'lon qilaman. Bu atigi 10 juft to'g'richak va overlock sotib olgan insonlarga ajoyib bo'lgan $35 dazmolimiz bepulga qo'shib beriladi. Ya'ni Bayu GT 170 to'g'richak bilan Bayu GT 700 overlockni xarid qilgan insonga bitta qo'shimchasiga Bayu dazmolini qo'shib beramiz. Xo'p, endi bularning narxlariga kelsak, Bayu 170 model to'g'richakimiz obroti 4000 ga chiqadigan va ishlashlari, zvuklari past bo'lgan, sifatli, qalin yukka itallamas tikuv mashinamiz narxi atigi $270 aksiyada. Xo'p, Bayu GT 700 ko'pchiliklar yoqtirgan overlock, buni sifatini bilgan biladi. Buni narxi esa $375. Ya'ni siz bitta Bayu 170 bilan Bayu GT 700 overlock sotib olsangiz, bitta qo'shimchasiga dazmol qo'shib beriladi. Mashinalarning soni chegaralangan 10 dona tikuv mashinasiga qo'yganmiz 10 ta dazmolda. Hozir bizda oddiy to'g'richaklarga emas, cheskali va polavtomat yoki polniy avtomat tikuv mashinalari to'g'richaklarimizga ham aksiyalar bo'lyapti. Misol GT 188 model $340 dan sotilgan, hozirda narxi $310. GT 282 D3 modelimiz, ya'ni buni funksiyalari o'z ipuzada, o'z avtomatik sakribga beradi boshida oxirida. Va buni D4 bor, polniy avtomat. U lapisni ko'taradi, zakribga beradi va avtomatik ipini uzadi. Narxlariga esa D3 ning narxi $350, D4 ning narxi $380. Bayu GT 238F tikuv mashinamiz yangi model bu. Buni funksiyalariga kelsak, qo'shimcha funksiyalari juda ham ko'p. Asosiy funksiyalarni keltirib o'tsam, bu umuman deyarli ip uzmaydi. Qalin yupqaga bemalol moslasha oladi. Ikkita servo motorga ega. Narxi esa $420. Bayu GT 288 MF modelimiz. Bu bilan buni farqi 299 F modelimizda yog'i pastda turadi, xuddi shunday. Bayu GT 288 MF modelimizda esa yog'i xuddi shu yerda turadi. Va qo'shimchasiga motorlariga ega. Bayu GT 288 modelimiz narxi esa $440. Manzil Bobur Shoh ko'chasi, eski HBK fabrikasi ro'parasida, ya'ni Marjon tekstil va dronda ro'parasidan bemalol topsanglar bo'ladi. Va qo'shimchasiga mo'ljal, velozona va funksiya service center do'koni yonida. Tikuv mashinamizni aksiya narxida sotib olishga shoshiling, chunki aksiyalarimiz soni va muddati chegaralangan. Do'konimizda sizlarni kutib qolamiz.